Hammaga assalomu alaykum. Elyorjon kanali hurmatli obunachilari. Mana Qirg'izistonga keldim yana. Qirg'iziston Respublikasi Jallobod oblasining Oqbota mol bozoridaman. Sigirlardan boshlaymiz xudo xolasa. Kursimiz 1000 so'm puli 148 mingga to'g'ri kelyapti. Chunki sigirda 160 mingdan kami bor deyapti. 5-6 bolasi bunisi, narigisiniki 5-si mana. Bolasi buqar. 15 tagacha suti bor deyapti. Shunisini 130 ming savdo qilyapti, bermayapti. 130 da 148 ga ko'paytirsalar chiqadi necha pulliligi. Mana yo'l ochilgani yo'q, yo'l bek. Men prosta sizlar uchun video qilgani keldim. Ko'pchilik telefon qilib so'radi, boring dedi. Keldim mana. Yo 5-si, yo 6-si dedi. Bunisi 5-chi bolasi. Ikkovini ham bolasi bu qacha u naryoqda turgani. Mashmoqli bolasi. Yana bir bor aytib o'taman, yo'l ochilgani yo'q. Bu nechinchi bolasi? Qanchanchi bolasi? Ikkinchisi urg'ochi. O'najin. Puli qancha ekan buni? 130 ming kami bor, ikkinchi bolasi Xonajin. Nechta suti bor bu molda? 8 litr suti bor. Bu ham savdo bo'lyapti. Qanchanchi bolasi aka? Assalomu alaykum. Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Qancha deyapsizlar? Qancha deyapsizlar? 125 ming kami bor, birinchi bolasi. Urg'ochgan bolasi. Birinchi bolasi bu qacha mana 80 dan baland bo'yi. Bozor so'radimi aka? Qancha so'rashdi? 114. 114 mingga bermayapti. 8 litr sut beradi deydi. Birinchi bolasiga. Mana Qirg'izistonning mollarini bo'lsa ikki qulog'ida boldog'i bo'ladi, bo'lmasa yo'q bo'ladi. Yo'q bo'lgani ham eni bo'ladi. Bitta boldog'i taqib olib sharaqlatishyapti. Yo ikki qulog'ida boldog' bo'ladi, yo bo'lmaydi. Mana bolasida hali yo'q bo'lgani bilan u eni bor qulog'i. Ko'rdilaringmi? Oxani molni olib kelishi Qirg'iztonga deb shaqillatishyapti. Olaykanlar hushyor bo'linglar. Ular ham o'g'lanadi, ular ham o'sadi-yu. Prosta Qirg'iztonniki deb aldab sotishmasin deb ko'rsatib o'tdim. Ko'rsataman ko'pini. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi bu qancha ekan mana? Puli qancha ekan aka buni? 140 ming kami bor. So'rashdi u. Qancha so'rashdi aka? 132 ming. Suti qancha buni? 10 litrga javob deydi hozir aka. Talada yurgan ko'k o'tib, yemagan mol. Bozoringizni nechinchi bolasi bu? Qancha bolasi? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasi. Suti 7 litr deb qo'yam. 7. Aldash kerak yo'q, 7 litr atrofida suti bor. Mana. Pulichi puli. Puli qancha? 130 da 105 ming pul. 130 ming kami bor. 105 ming savdosi bo'lyapti. Savdo bo'lyapti, berilgani yo'q. 105 ming savdo bo'lyapti. Shu molam 105 ming 15,5 million. 15,5 million deydi. O'zbekistonda 18 pasda bermaydi bu mol. Oldingizmi aka? 140 dedingizmi? 240. Ha, 240. Men 140 deyishdim. Mal emas bu. Kanalga tartdi. Elyorjon O'zbekiston. Bolasi nima buni? Bolasi bilan Urg'ochi. erkaklarga urg'ochidagi bo'laveradi. Suti qancha ekan aka buni? 16 litr. 16 litr suti bor. 240 ming kami bor. Aka savdo bo'ldimi kirgungacha? Bo'ldi. Qancha bo'ldi? 2000 dollar so'radi. 2000? Tabii. 2000 dollarga. Birinchi bo'ldi. Ikkinchi bolasiga 2000 dollarga so'rabdi. 2000 dollar bermadim deydi. Odamlar shartda mol tarafini ham O'zbekistonga ham chiqib yuribdi. Yo'q, molingiz chiqadi aka. Mana baland bizni tartpaylar qo'yapsiz. 2000 dollarga berdi. Yaxshi bolasi. Mol arziydigan mol ekan. Birinchi bolasi ham bolasi urg'ochi. 2 kun bo'lib tutib qo'ygan. Mol idishlari ham hamma yo'q cho'tki.
130 mingdan kami bor. Mana shuni birinchi bolasi ekan mana. Suti qanchadan aka bulardi? To'shini bilmas ekan ham mana suti. 3-4 litr sog'ib olar ekan, nariga qo'yib yuborar ekan bolalar. Mana u narigi molni birinchi bolasi ekan. Mana shu molni birinchi bolasi ekan. 4 tuqqanda, 4 dan tuqqanda. Bu bolasini birinchi bolasi. Mana bu ham hozxonasini ekan. 4-chi bolasi. 130 mingdan kami bor. Kursimiz min so'm puli 148 ming. 148 ni shu 120, 130 mingga shuni ko'paytirsangiz chiqadi. Bu aytilayotgan narxi tortishi bo'lsa bo'ladi. Bo'ylari, mollarida balandda 125 atrofida. Kimgadir katta, kimgadir kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Qisqa shekilli ham bo'g'ozmikan. Mana qarang jonim. İkincisiga bo'g'oz ekan, 170 ming kami bor. 7 oylikdan o'tyapti deydi. Yem yemagan u eti yaxshi molda. Yo'g'onligi ham, sifati ham, orqalarini ham ko'rsataman hozir zarrada. Bo'yi 1.30 ga yaqin bo'lgan. To'ni ham toza ekan. Aka savdo bo'ldimi bu? Qancha so'rashdi? 155. 155 berilmabdi. $270 ming kami bor mana ikkita bo'g'oz. Ikkovi ham bo'g'oz ekan. Bu qonnida ikkinchisi, bittadan tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz ekan. 270 ming kami bor deyapti jupiga. Bo'ylari 130 ga yaqin bo'lgan, mana hunajillar o'shisi. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Bittadan tug'ib, ikkinchisiga bo'g'oz bo'lgan. Sifatlari chiroyli. 130 ga yaqin, 130 atrofida sigirlar xullas. 6 oydan o'tyapti, bittasi 7 oyga. Mana bunisi 7 oylik bo'libdi, shu yelin so'qoldi. Aka bu bozor so'radi bu? 250 mingga so'radi. 250? 240 ming so'radi. 240, 250 ming so'rayapti. O'sha 125 ming, 120 mingdan so'rayapti. Mollarning sifati zo'r ekan. Top-toza ekan. Mollar. Ana ikkinchisiga, uchinchisiga bo'g'oz ekan, ola. Narigisi qizil ola. 20 tadan sut beradi. Elyorjonuz. 170 ming, 160 ming savdo bo'lyapti. Mana shu 160 ming bitasi, 170 ming nari qora olasiz. Mana orqalari ham keng ekan. Mana bu yerda qo'lini ushlash bo'lib kishi savdo qilyapti. Bunisi yaqinroq ekan o'sha 3-4 kunda tug'adigan. Katta narsa ekan. To'g'ri gap ya. Jalolobod Oqbata mol bozorida bo'g'oz ekan 200 ming mana kami bor. 170 ming kami bor. Ikkitadan 3tadan tuqqan mol. Qulog'iga e'tibor beringlar mana. Yo ikkovi qulog'ida bo'ldag'i bor, yo umuman yo'q. Ikkovi qulog'ida bo'ldag'ini mana nomerlari 8270, 8270 bir xil mana. Yo mana emblemi, tamg'alari bor. Tamg'asi yo'g'i ham bor bularda endi. Yaylovga chiqqan boshqa bo'lgan. Tashti 80% molida tamg'asi bo'ladi. Mana bu molda bo'ldag'i yo'q, ikki qulog'ini uchi kesilgan. Bitta qulog'ida bo'ldag'i mol yo'q, unaqasi yo'q. Bitta qulog'ida mana sariq tamg'adan bo'lib ikkinchisi tushib qolgan bo'lsa, shuni ham bilsalar ham bunday tumalar nima bo'ladi? Birka bo'ladi, o'shani qadab qo'yishadi. Kimnikidir yo'qolgan bo'lsa. Mana e'tibor bering. Quloqlarda ikkitadan bo'ladi. Sifrlari bir xil. Hammasiga. Bir xil bo'ladi. Kallasiga ham e'tibor bersangiz ham moldi mana. Ko'rsatay, talg'ir mana. Men yaxshi ko'rganman. Da'vaqasi bor. Sichqon kalla basali, kenguruni kallasiga o'xshamaydi. Oyog'iga e'tibor bersangiz, oyog'i ham yo'g'on bo'ladi. Qatdan ajratasiz Elyorjonni gruppaga ham yozishdi, o'zi telefon qilib ham so'rashyapti.
Molda o'zi kallasiga shunday qarasangiz bilinadi. Bag'baqasi ushtumchug'ini tagidan boshlanadi. Sichqonga o'sha ingichka uzun bo'lmaydi. Kenguru sichqonlarga shuna bo'ladi-yu. Sifat mollarni katta yirilarni o'yga baylab qo'yadi. Bu qani terganini qarang. Semiz juda ko'p chiqibdi. Bu qalada endi video qilaman hozir. Oldilaymi aka? Hop. Sotiladimi? Qancha deyapsizlar? Bo'g'ozmi? Qancha oylik? Bir oyda tug'adi. 200 ming kami bor deydi. Bu qanchanchisiga bo'g'oz aka? 4-tinchisi. Yo 3-sini yo 4-sini yil ko'rgan bo'g'oz. Bozor so'radimi? Doğadı gel. Endi keldilar. Bozorxo'lardan ko'rsatay. Orqasi ham. Chiroyli narsa ekan, odam bor ekan. Zararni olaydi. Mana shu. Bitta bo'ldi, bor ikkinchisi mana. Teshiga bor tushib qolgan. Bunaqasi redki bo'ladi. 4 ta bo'g'oz. 140 dan 160 gacha. 2 tadan 3 tadan tuqqan. Bu orqasida ham mol bor, holi olish ilojisi yo'q. Et boshlari, mana shu talg'irni qarang. Jonivor. Talg'iri boshqacha ekan. Mana orqalari. O'sha yerda qo'zg'alib turibdi. 5 kunligiga qo'ygan shu molni. Qaysi savdo qilyapsizlar? Yaqin bo'g'oz 145 ming. Birinchisiga bo'g'ozmi bu? Birinchisiga bo'g'oz. Mana yerin solgan. Surayver, buyurgan puldan satan azası. Söyleyver, 8 Moskva'da bugün 5 kun mümkün. 5 kun mümkünlüğü koptisi var gelmiş. Do'st, 120 minggacha savdosi bo'lgan, berilgan yo'q. 145 ming kami bor birinchisiga. O'sha yelim qo'zg'ab, mana 5 kun kunligiga qo'ygan buni. Desaydan şunu sorayım. Min so'm puli 148 mingga to'g'ri kelyapti. Misol 10 ming 50 ming desam, o'sha 50 ni 148 ga ko'paytirsangiz, narxi chiqadi. Ko'pchilik yangi yeri bilmaydi. Mana bolasi 90 atrofida. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bola. Qancha deyapsizlar? 150 kam var. 150 ming kami bor, ikkinchi bolasi. Mana 6 litr suti bor shu molda. Bolasi yo'q. Orqasidan mana molda. Yaylovda yurgan bu. Bolasi poncha ekan u. 90 ga yaqin. Voy. 130 ming savdo bo'lyapti shu mol. Mayda savdosini qilishi 130 ming. Bolasi qocha. Ana bolasi. Ana bir kez tushib qolibdi mol endi o'zi. Bir kez tushib qoldi, turibdi olib kelib beraman deyapti. Bir kez tushib qolibdi mol. Birkalari ham yo'q, tushib qolibdi. O'zi olib kelib beraman, bir kez turibdi deyapti. 5 ta xonajim mana. Shu qochirib mol qilsa bo'ladi, tayyor. Kesarga borgan, bir yarim yashardan o'tib qo'yganlar. 85 mingdan kami bor deydi. Xonajinlar. Güzel, so'qim bo'lib qo'yganda. 85 dan kami bor, 5 ta bor ekan. To'ni chiroylilar. 85 mingdan kami bor. Savdosi bo'ldimi aka bularni? Qanchadan bo'ldi? 70 tane oyda. 70 savdosida, 70 tepasida savdosi bo'lgan. Yaylovga ketgan mollar, bozorda mollar ko'p emas. Hamma olib yaylovga haydagan mollar.
Bozorda ko'p nima ham emas. O'tib xunajillardan boshlayman, mayda xunajillardan, mayda buqachalardan katta buqalarga boraman. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sizlar uchun video qildim. Like bosish esdan chiqmasin akalar. Chorvaga qiziqqanlarga podelitsiya qilib qo'yasizlar.